Biza bugun Mahfuz Furniture do'koniga tashrif buyurdik. Ishinglar haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Bizning asosiy ish faoliyatimiz mebel furnitura sohasi. Uyimizga kerak bo'lgan, misol uchun oshxona, yotoqxona, diski xonalarga mebel furnituralar bilan, zapchastlar bilan shug'ullanamiz. Yana men do'konda ko'rdim, stroy materiallar ham bor ekan. Stroy material bor, smesителlar har xil. Hasan aka, Bito programmasini qanchadan beri ishlatib kelasizlar? Xudo xolasa 1 yil bo'ladi yozda. O'rnatishinglardan oldin Bitoni qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan aka, muammolar bo'lganmi o'zi ishda? Asosan muammo astatka bo'lgan. Sonni misol uchun 10 ta ko'rsatsa, siz yo'q bo'ladi, yo'q kam bo'ladi, yo'q ko'p chiqadi. Hasan aka, mana shu astatik temasiga batafsil to'xtalib o'tsak, tushuntirib bera olasizmi? Aynan nima joylariga yordam berdi? Bir xil tovari, misol uchun ruchka sohasi degan anaqamizani 4 xil, 5 xil razmer bor. Uni har bittasini rangi bor. O'sha bo'yicha bizga astatikaga yordam berdi. Mana bu razmerdan, mana shu imенно shu rangdan mashincha bor. Aniq ko'rsatib, ranglari bilan sonlarini, razmerlarini ajratib berdi bizga. Hammasini ko'ryapsiz. Avtomatlashtirilgandan keyin kassada o'zgarishlar bo'ldimi? Bo'ldi. Misol uchun kimdan qarzmiz, kimga qancha berishimiz kerak, kim bizdan qarz, aniq miqdori chiqdi shu narsa Bitoda. Aka, mana boshqa biznes egalariga ham Bitoni tavsiya bergan bo'larmidingiz? Berardim. Foydalaninglar. Foydasi bor. Siz ham o'z biznesingizga Bito ilovasini o'rnatmoqchi bo'lsangiz, izohlarda plus qoldiring va bizning mutaxassislarimiz sizga bepul konsultatsiya berishadi.